Assalomu alaykum. Mana bugun Samarqand davlat pedagogika institutida Tambovga xalqaro plenerga borib kelgan talabalarimizni ko'rgazmasini tashkil qilyapmiz. Mana shu ko'rgazmani tashkil etishda institutimiz rahbariyati Tambov davlat universitetiga borib kelishlikda yaratgan sharoitlari uchun va Tambov davlat universitetining ma'muriyatiga, rektoratiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sababi ular nihoyatda iliqlik bilan davra stol, krugli stollar o'tkazib, o'sha xalqaro plener amaliyotini o'tkazishda barcha sharoitlarni yaratib berishdi. Hatto ularni dam olish zonasi Galdim nomidagi dam olish zonasida ham talabalarimiz 2 kun bo'lib o'rmon manzaralari, dengiz atrofi manzaralarini ishlash imkoniyatlariga ega bo'lishdi. Ularni nihoyatda iliqligi, mehmondo'stligi talabalarimizda katta taassurot qoldirdi va o'sha talabalar bilan do'stona munosabatda bo'lishligiga sabab bo'ldi. Mana shu ko'rgazmamizda talabalarimizni ishlagan ishlari qo'yilgan holda ular o'sha amaliyotdagi bajargan ishlarini namoyish qilishdi va o'zlari hatto rektorimizga o'zlarini hayajonlari, taassurotlari va ishlarini tahlil qilib berishni o'zlari bajarishdi. Biz bundan juda mamnunmiz. Ikkala oliy ta'lim muassasasi rektorlariga minnatdorchiligimizni bildiramiz.